Assalomu alaykum. Bugun obzorimizda Lamborghini uzumlarimiz. Lamborghini uzumlari Amerikada yetishtirilgan bo'lib, uzunchoq formali, sal qiyshaygan. Urug'siz hisoblanadi. O'rta pishar. Mazasi garmanishning shirin, qarsilloq. Sovuqqa chidamligi 23-21 gradus. Juda ajoyib uzun. Ko'rib turganingizdek chiroyli. Novdalari ham yaxshi. Pishishga yaqin. Kasalga chidamligi ham yaxshi, mana top-toza. Men doriga ishqozmasam, dori ko'p sepmayman. Bahorda 1-2 marta, keyin bundan keyin 1-2 marta sepaman bo'ldi. Pishishga yaqin yana sepib yurmayman. Bu ham mana 5 yillik uzum mana. Turgan ham shu o'zim farmirovkamda qilganman mana. Ikkita bu yoqni o'zi bu yoqqa yotadi, ikkita simga. Boshqa tomonga o'tqizaman deb. Shu yotgan novdalardan bu yoqqa tepaga chiqariladi. Har birida hosili bor. Mana orqa tomoni ham mana. Har bitta novdada hosili bor. Bu ham bitta, ikkita, uchtagacha hosil qiladi bitta novdada. Bahorda olib tashlaganman. Hozir endi bittasini kesib ko'ramiz. Mana ko'rib turganingizda urug'i umuman yo'q. Mazasiz o.